Biz Qizilqumda ham o'ynaganmiz, hali sistemalarni bilamiz, shuning uchun. Alhamdulillah bugun yutib oldik. Yutmasak bo'lmasdi, ilgarilab ketardi raqiblarimiz, shuning uchun Xudoga shukr, bir nima qilib bo'lsa ham yutishik deb kimga o'lishidan qat'iy nazar. To'g'ri ozgina mikro jarohatlar bor edi, shular bilan chiqdik. Xudoga shukr. Bugun omad bizga kulib boqdi. Jamoaning so'nggi o'yindagi muvaffaqiyatsiz natijalariga asosiy sabab nima? Ahvolda ketma-ket ikkita o'yinda 0-0 hisob qayd etildi. Bu bizlarni xursand qilyapti. Ikkita o'yingacha o'ynab qo'yganimiz muvaffaqiyatsizlik degani. Yutishga o'rganib qoldik. Biza ham, jamoalar ham, muxlislar ham bu bizlarni xursand qilyapti. Biz o'zimizdan sezyapmiz. Biz yaxshi jamoaga aylanayotganimiz, ammo lekin baribir qiyin bo'ladi. Birinchi yil ko'pchilik bu yil keldi. Yaxshi sifatli o'yinchilar keldi, ammo baribir biz yana ham qo'shib, yana ham o'yinimizni oshirib boradigan jihatlarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun balkim Olmaliq ham qanaqadir o'zicha jamoa birinchi o'rinda ketayotdi. Ular ham balki anaqa bo'lgandir, biz uchun motivatsiya. Shuning uchun ham baribir raqibga baribir bog'liq bo'ladi bir xil payt. O'zinglar futbolda ham bilasizlar. Sizni ko'rdik, o'sha bundan bir necha tur avval qizil kartochka olgandingiz. Jamoa sardori sifatida bu albatta og'ir bo'lishi tabiiy. Bu holat o'sha jamoa sardori uchun qanday ruhiy bosim yuklaydi va bundan qanday chiqishga erishdingiz? Endi juda ham qiyin bo'ldi. Bitta qizil yo'q edi ham. Endi mayli, har xil hakamlar har xil talqin qilishadi. Shuning uchun uzoq berib o'tirmayman. Hamma bilib turuvdi nima bo'lganini, nimagaligini ham. Biz Qizilqumda ham o'ynaganmiz, hali sistemalarni bilamiz, shuning uchun. Mayli, keyin safar aqlliroq bo'lamiz. Bo'lgan ham aqlliroq bo'ldik. Bu ma'ni aytmaydi, Qizilqumdagi nechiya, keyingi o'yin Xorazm bilan nechiya, ayniqsa men o'zim aybim, men bo'ynimga olishim kerak, chunki qiyin paytda jamoani yaxshi yomon anaqaga tushirib qo'ydim. Biz o'sha boshqa o'yinlardan futbolchilar bilan suhbat qilyapmiz. Ular chempionlik uchun da'vogarlar ro'yxatda negadir Bunyodkorni tilga olishmayapti. Bunga qanday fikr bildirasiz? Mayli, odamlarning fikri kim tilga oladi, kim tilga olmaydi, balki to'g'ri yetishayotgan, balki to'g'ri yetishmayotgandir. Ammo bizning maqsadimiz har o'yindan o'yinga, keyingi o'yin Qo'qon. Undan keyin kubok bo'lsa kerak. Bilmayman, ish qilib keyingi o'yin. Bilmayman, kuzda dekabrda sanaymiz bir nechamiz, birimi, ikkimi. Mayli hisobga olishmasa bizlarni to'g'risi menimcha unaqa qiziqtirmaydi.